mo'min insonni birodarlari bo'ladi, do'stlari bo'ladi, jo'ralari bo'ladi. Ya'lafu, ulfat bo'ladi. Va yu'lafu, boshqa odamlar kelib ham mo'min inson bilan ulfat bo'ladi. Odamlarga qo'shiling degan so'z. Mo'min insonni birodarlari bo'ladi, ulfatlari bo'ladi. Ya'lafu va yu'lafu. Va la khayra liman la ya'laf va la yu'laf. Yaxshilik yo'q, hech kim bilan birodar tutilmaydigan, do'styor tutmaydigan, jo'rasi bilan yurmaydigan insonda yaxshilik yo'q deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Demak birodarlar, mo'min musulmonning sifati ulfatlik ekan. Mana hayotda e'tibor beringlar. Ichganlar ichganman, qochganlar qochgan bilan, quvlagan bilan, chekkan bilan, to'g'rimi? Yana bir e'tibor bersangiz, umraga borib kelgandan keyin ham jo'ra bo'lib qolamiz. Yaxshi odatlarimiz bor.